O'zbekistonga ketgan paytimda tanishga tashlab ketdim sim kartani. Bir oyda qaytib keldim, qarasam Zolotoy Koronada kredit bor. Oldinda 30 ming to'lov dedimi? Qarsam 1 million atrofida edi. Ishongan joyim bu yerga Islamskiy filial kredit bank deyapti. internet vaqtga Qayerdan? Avito. Haq-huquqiylarni doimo himoya qilinglar, talab qilinglar. Rossiyada ijtimoiy tarmoqlarga cheklov qo'yilishi raqamli firibgarliklar sonini biroz kamaytirgandek, ammo Rossiyadagi migrantlar orasida aksincha kiberjinoyatlar soni tobora ortmoqda. Ayniqsa, Zolotoy Korona bilan bog'liq kredit firibgarliklari. O'zbekistonga ketgan paytimda tanishga tashlab ketdim sim kartani. Bir oyda qaytib keldim, shu bilan qarasam Zolotoy Koronada kredit bor. Men o'yladim, o'chib ketsa kerak, biron nima bo'lgan bo'lsa kerak. O'zbekistonda ham bir marta kirmoqchi bo'ldim, kirmadi. Birinchi tushunmadingiz bu qayerdan paydo bo'lgan? Nima bo'ldi, nima qo'ydi bilmadim. U kelgandan keyin ham 15-20 kundan keyin ko'rdim. Qarasam kredit olingan 5 ta. U men oldin ham kirib yurardim-da. U ochilgan, men kredit olib, yopib shunaqa faollashgan akkaunt edi-da. U men so'ragan paytimda 200 ming rublgacha berardi-da. U so'ramasdan. U hech nima kerak emas, shunday kartaga tashlab berardi. Lekin u bo'lib 190 ming olgan, 50 ming, 40 ming, 30 ming. Shu bilan foiz bilan 300 mingdan o'tib ketdi-da. Yana bir muhojirning nomiga esa 1 million rubl kredit olingan. Bu holatda hatto sim karta ham unga tegishli bo'lmagan. Qancha qarzingiz bor edi? Qarzim 1 million atrofida edi. 1 million atrofida. 1 milliondan sal oshiqroq. Prosentlari bilan shuncha bo'lib ketdi. Da, shunaqa. Tak, pullar o'zi qanday bo'lgan? Sizning kartangiz tushganmi yo boshqani kartasiga Yo'q, tushganmi? yo'q. Boshqaning telefon raqamiga ulanib, boshqaning kartasiga tushgan. Bu holatda qarz olinishida sizga xabaringiz bo'lganmi? Yo'q. Rozilik bermagansiz lozim. Har ikki holatda ham muhojirlar huquqshunosga murojaat qilishgan va sud orqali ularning nomlariga olingan kreditlardan xalos bo'lishgan. Ammo bu kabi voqealarning ko'lami ancha keng. Zolotoy Korona krediti va yuzlab markaziy osiyoliklarning firibgarlik qurboni bo'layotgani Rossiyada so'nggi 5 yillikning eng yirik firibgarliklari sifatida dolzarb bo'lib kelmoqda. Вы брали кредит? Не брал, но за меня они оформили 50 тысяч. Вот сейчас у меня приложение 61, уже за один день у меня за 11 тысяч уже добавили. Этих людей объединяет одно и то же приложение в телефоне, через которое мигранты переводили средства на родину. Вкладкой «Взять займ» не пользовались, но все документы уже были внесены в базу. Чтобы взять деньги на чужое имя, мошенникам оставалось лишь узнать код безопасности. Они звонили вечером, когда уставшие люди шли с работы и представлялись сотрудниками Золотой Короны. Oldinda 30 ming to'lov dedimi? O'shirdi o'shanda sizmi? Siz topshirasiz, to'g'rimi? Kreditga. Sizdan bu dokument so'radimi? Masalan, qancha ishlaysiz, qancha oyligingizda? Siz qancha summaga 10 million. Shundoq keldingiz, 30 ming berdingiz, qog'ozni to'ldirib ketdingiz. Nima ish kelishiga, nimaga oz maqsad ishlarni internet taxtopa. Qayerdan? Avito. Avito'ga. Rossiyada bu firibgarliklar aksar hollarda bankdan qo'ng'iroq shaklida sodir etilardi. O'zlarini bank xodimi deb tanishtirgan kishilar qo'ng'iroq qilinuvchilarga bank operatsiyalari bilan bog'liq turli yolg'on sabablar ko'rsatib, SMS kod yoki shaxsiy ma'lumotni qo'lga kiritishga urinadi. Firibgarlar markaziy osiyoliklarning diniy e'tiqodidan ham qo'llanishmoqda. Endi birinchi tarafdan ishongan joyim bu yerga Islamskiy filial kredit bank deyapti. Ikkinchisi bu yerga 4 yil muddatga 5% deb ko'rsatilyapti. Uchinchisi, men bu bank haqqoniy bor yo'qligiga qiziqib turib, для интересni через internet orqali Alisaga murojaat qilganimda ham Moskva City shu hozirgi menga berilgan adresi ko'rsatib berdi. Bugunga kelib raqamli firibgarliklar kundan kunga yangi ko'rinishlar olmoqda. Masalan, adashib tushgan pul firibgarligi. Ilhomning telefoniga kutilmagan pul o'tkazmasi kelib tushgani haqida SMS xabar keldi. Kimdir uning hisobiga 50 ming rubl o'tkazgandi. Ertasi kuni notanish kishidan SMS oldi.
Assalomu alaykum. Bezovta qilganim uchun uzr. Oxirgi bir raqamni adashtirib sizga butun oyligimni o'tkazib yuboribman. Bank orqali menga qaytarib yubora olmaysizmi? Ilhom halol yo'l tutishni tanladi va pulni bank orqali qaytardi. Ammo ertasi kuni bu voqeaning noxush oqibati ko'rindi. Shubhali operatsiya ortidan uning hisobi bloklandi. Bu kabi harakatlar pul yuvish operatsiyasi belgisi hisoblanishi mumkin. Ilhom bu masalani hal qilishi uchun haftalab vaqt ketdi. Adashib tushgan pulning ortida nima bor? Adashib tushgan pul operatsiyasini firibgarlar tez-tez qo'llab turishadi. Ular duch kelgan insonlarning bank hisobidan foydalanadi. Pul noqonuniy qo'lga kiritilgan bo'lishi mumkin. Qaytarish esa ularni yuvishga urinish hisoblanadi. Inson vijdonan yo'l tutgan bo'lsa ham bank tekshiruv o'tkazish majburiyatiga ega. Hozirgi kunda Rossiya Federatsiyasida juda ham ko'p muammolardan biri, ya'ni aktual muammolardan biri hozirda ko'pchilik firibgarlik jinoyatlariga duch kelmoqda, jabrlanuvchi bo'lib qolishmoqda. Ushbu holatlarda kim qayerga murojaat qilishini bilmayapti. Yoki bo'lmasam bizni O'zbekiston fuqarosi bo'lganimiz uchun yoki boshqa millat inson bo'lganimiz uchun bizga yordam bermaydi, e'tibor bermaydi degan fikrda ko'pchilik nima qilishini bilmasdan ko'z yumib ketayotgan holatlar ham bo'ladi. Bu juda ham ko'p. Yashiradigan narsa emas. Ko'pchilik tasdiqlaydi bu narsani. Lekin bir tomoni borki, agarda siz talab qilmasangiz, sizni huquqlaringizni hozir hech kim himoya qilmaydi. Shuning uchun birinchi o'rinda o'zingiz probivnoy bo'lib talab qilish kerak. Bu organga borganda MVDga borasizmi yoki suddami yoki prokuraturadami, qayerda bo'lsa ham talab qilishingiz kerak. Talab qilish uchun til bilish kerak. Til bilmaganingizni ular bilsa, bu qayerga borib jalba qila oladi deb xohlagan gapini gapiradi birinchidan. Ikkinchidan, til bilmaysizmi? Bu narsaga bir aqlingiz yoki imkoniyatingiz yo'qmi? Unda majbur advokat yollash kerak, yuristlar bilan maslahatlashish kerak. To'g'ri yo'lini ko'rsatib, o'rgatib, hal qilishga yordam beradi. Ana shundan keyin sizni huquqlaringizni buzishga qo'rqadi siz bilan suhbatlashayotgan inson. Yonida bu til bilmasa ham bu advokat opti, bu inson harakat qiladi muammosini hal qilganini. Advokatni tashlab qoladi, boshqa qiladi, jalba qiladi deb sizni ishingizni maksimal darajada hal qilib berishga harakat qiladi. Rossiyada 2025-yilda 660 mingdan ziyod axborot texnologiyalari bilan bog'liq jinoyatlar sodir etilgan. Raqamli firibgarlar tuzog'iga tushganlar orasida minglab markaziy osiyoliklar ham bor. Ko'pchilik negativ fikrda bo'lib qolyapti, что bizga hech kim hech qanaqa yordam bermaydi deb. Birinchi o'rinda O'zbekiston Respublikasini Moskvada elchixonasi bor. Migratsiya agentligi bor. Odam bir harakat qilib intilish kerak, migratsiya agentligiga murojaat qilsa bo'ladi. Kimdir oyligini ololmayotgan bo'lsa, oylik olishda yordam berishadi yoki bo'lmasa vobshe pulingiz yo'q, ko'chada qolgan bo'lsangiz, migratsiya agentligiga yordam beradi. Hamma tomonlama migratsiya agentligi va biz elchixonamiz bizni fuqarolarimiz uchun juda ham ko'p yordam berishadi. Bu narsani prosta bilish kerak, harakat qilish kerak. Ko'pchilik shu zalta korona mavzusida murojaat qilishadi. Sababi mana shu muammolarda juda ham ko'p murojaatlar kelib tushganida yordam berib, hamma olib borgan ishlarimni 100% darajada yutib chiqaman. Shu sababli ko'pchilik murojaat qilishmoqda. Bu holatlarda qarzdorligi sizlarga tushuntirib o'taman, prosta o'chirib bo'lmaydi. Ko'pchilik chunki shunaqa savol bilan murojaat qilmoqda. Agarda firibgarlik yo'li bilan, ya'ni sizni roziligisiz, xabaringizsiz sizning nomingizga qarzdorlik olingan bo'lsa, faqatgina mana shu holatlarda jinoiy ish qo'zg'atib, shuni asosida qarzdorlik olib tashlasa bo'ladi. Haq-huquqinglarni doimo himoya qilinglar, talab qilinglar. Raqamli xavflar tobora ko'payib borayotgan bir paytda eng kuchli himoya ogohlik va huquqiy bilimdir. Har bir inson o'zining eng katta himoyachisi. Ehtiyot bo'ling. Musofir yurtda mashaqqat evaziga topayotgan mablag'ingizni himoya qiling. Shubhali qo'ng'iroq, xabar yoki havolalarga ishonmang. Huquqlaringizni yaxshi o'rganing.